Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugungi hikoyamiz qo'g'irchoq Dolly haqida bo'ladi. Agar tayyor bo'lsangiz, unda boshladik. Qo'g'irchoq Dolly. Eski shahar chekkasida joylashgan qadimiy uy haqida ko'pchilik yillar davomida vahimali gaplar yurardi. Mahalliy aholi bu uyni la'natlangan joy deb atardi. Hech kim bu uyda uzoq yashay olmagan, chunki unda kechalari g'alati tovushlar eshitilardi. Narsalar o'z-o'zidan harakatlanar, ko'zgular yorilib ketardi. Ammo bir kuni bu uyni arzon narxda ijaraga olgan bir ayol, Laylo, shaharga yangi ko'chib kelgan edi. U yolg'iz yashar, tinchlik istardi. Uydan chiqayotgan g'alati sovuqlikni va pastki qavatdagi g'amgin hidni sezsa ham, bularni charchoq va stress deb o'yladi. Kunlardan bir kun Laylo xonalarni tozalayotib, eski shkaf ichidan bir qo'g'irchoq topib oldi. Qo'g'irchoqning yuzi yirtilgan, ko'zlari esa hayratli darajada tirikdek edi. Uning bo'ynida birgina so'z yozilgan medalyon bor edi: Dolly. Laylo qo'g'irchoqni yuvdi, tokchaga qo'ydi, lekin kechasi yotoqxona eshigi g'ichirlab ochildi. Laylo ko'zini ochib qaradi. Hech kim yo'q edi. Biroq ertalab uyg'onganida qo'g'irchoq endi tokchada emas, balki uning yostiq yonida yotardi. Keyingi kunlarda voqealar tobora g'alati tus ola boshladi. Oshxona pichoqlari o'z joyidan siljidi. Devorlar ustida chaqaloq kulgusi yangradi. Oynalar orqasida kimdir qarab turgandek tuyulardi. Va har safar Laylo uyg'onganda Dolly bir oz yaqinroq kelgandek bo'lardi. Bir kuni Laylo Dollyni pechga tashlab, yoqib yubormoqchi bo'ldi. Ammo olov yoqilganida uy ichidan ayanchli qichqiriq yangradi va olov birdan o'chdi. Dolly esa yana tokchada paydo bo'ldi. Endi esa yuzida baland kulgu bilan. Qo'rqib ketgan Laylo uni tark etmoqchi bo'ldi, ammo eshik ochilmadi. Derazalar mixlab yopilgan edi va ayni o'sha paytda u devorda qonga o'xshash yozuvni ko'rdi. Biz endi birgamiz. Laylo hech qayerga keta olmadi, u o'sha uyda yo'qoldi. Bir oy o'tib uyni boshqa bir oilaga ijaraga berishdi. Ular eski shkafni ochishganda, uning ichida bir qo'g'irchoq yotardi. Qo'llari orasida yozuv. Salom, men Dollyman. Yangi uy egalari Islom va uning rafiqasi Dinara ikki farzandi bilan bu uyni ko'rgan zahoti tanlab olishdi. Ular qariyb arzon narxda bunday katta uy topilganiga ishonishmadi. Faqatgina eski shkaf ichida topilgan qo'g'irchoq Dolly Dinarani biroz bezovta qildi. Buni tashlab yuboramiz, bolalar qo'rqib ketmasin, dedi u. Ammo to'g'rilab aytganda, bolalar, ayniqsa 6 yoshli qizi Asal qo'g'irchoqqa darhol bog'lanib qoldi. Uni ismi Dolly, onajon. U men bilan o'ynashni yaxshi ko'radi, dedi Asal, yuzida g'alati tabassum bilan. Shundan keyin uyda yana g'alati narsalar boshlanib ketdi. Televizor o'z-o'zidan yoqilar, qushlar derazaga urilib o'lar, kechasi Asal o'z xonasida kim bilandir pichirlab suhbatlashardi. Islom bir kuni qorong'i yerto'laga tushib, devorga chizilgan qo'rqinchli bolalar rasmlarini topdi. Ulardan biri aynan Layloga o'xshar edi. Yonida esa bitta so'z: Dolly. Tunda Dinara uyg'onib, Asalning yo'qligini payqadi. U xonani kesib, Asalni oshxonada ko'rdi. Qizi qo'g'irchoqni stolga qo'yib, unga non kesib berayotgan edi. U och, onajon. Agar uni boqmasak, u bizni yo'q qiladi, dedi Asal va birdan qoshiqni kuch bilan sindirib yubordi. Shundan keyin uyda nimalar bo'lganini mahalla eslay olmadi. Ertalabgina hammasi joyida bo'lgan uyda birdan yong'in chiqdi. Oila yo'qoldi. Faqat yerto'ladan chiqqan kul orasida bitta qo'g'irchoq topildi, kuygan, ammo kulib turgan Dolly. Politsiya dalillar orasida bir parcha yozuv topdi. Kim meni o'ynatadi? Navbat kimda? Oradan 3 yil o'tdi. Dollyning hikoyasi shahar bo'ylab afsonaga aylandi. U haqda bloglar, videolar, hattoki qo'rqinchli film ham yaratildi. Ammo hech kim uyning joylashgan manzilini aniq bilmasdi.
Uy yonib ketgandan so'ng yer o'z holicha qoldi. Hech kim u yerga yaqinlashmadi. To bir jurnalist kelgunga qadar. Jamshid ismli yosh jurnalist paranormal voqealar bilan shug'ullanar edi. U Dollining haqiqiy hikoyasini o'rganib, o'sha kuygan uy manzilini topishga qaror qildi. Mahalliy arxivlardan, yashirin hujjatlardan va guvohlar suhbatlaridan so'ng nihoyat u joyga yetib bordi. Yong'indan keyin u yerda hech narsa qolmagandi. Faqat kul ostidan bir narsa yaltirab ko'rindi. Jamshid uni olib chiqdi. Bu Dolly edi. Yana u. Endi esa butunlay qora kuygan, biroq ko'zlari yana yaltirab turardi. Jamshid uni shunchaki rekvizit sifatida olib, shahriga qaytdi. Uyiga qo'ygach, unga intervyular, maqolalar yozishga kirishdi, ammo u bilmasdi. Dolly boshqa shaharda ham o'z o'yinini boshlagan edi. Kechalari Jamshid xonadonida allaqanday tovushlar eshitila boshladi. Qadamlar, bolalar kulgusi, yotoqdagi narsalar joyidan siljishi. U o'zini ish bilan chalg'itmoqchi bo'ldi, ammo bir kuni yozish stolidagi noutbukda o'ziga noma'lum fayl ochilganini ko'rdi. Fayl nomi: Men qaytdim. Oradan bir necha kun o'tdi. Jamshid telefoniga xabarlar kela boshladi. Menga do'st kerak. Nega o'ynamayapsan? Navbat sendami? Jamshid qo'rqib ketdi. U Dollyni yo'q qilishga qaror qildi. Uni yondirib, parchalab, hatto ko'mib yubordi. Ammo ertasi kuni qo'g'irchoq yana ish stolida edi. Endi esa qo'llari orasida Jamshidning rasmini ushlab turibdi. Jamshid so'nggi maqolasini yozdi. Agar siz bu hikoyani o'qiyotgan bo'lsangiz, ehtiyot bo'ling. Agar bir kun kimdir sizga qo'g'irchoq sovg'a qilsa, ismini so'rang. Agar u Dolly bo'lsa, hech qachon uni uyga kiritmang. Lekin Dolly hali to'xtagani yo'q. Ha, azizlar. Arzonni sho'rvasi tatimas degandek, ko'chib borayotgan uyingizni narxiga emas, u uyning tarixiga ham qiziqing. Chunki u uyda siz yashaysiz. Bugungi hikoyamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Azizlar, hikoyamiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.